Ma'lumki, Markaziy Osiyoning deyarli barcha mamlakatlarida ko'plab o'zbek millatiga mansub insonlar istiqomat qiladi. Ayniqsa Afg'onistonda anchayin katta qatlam mavjud va ular orasida o'zbek tilida so'zlashadiganlar ham ko'p. So'nggi kunlarda ayrim ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek tilining Afg'onistonda qo'llanilishiga go'yoki cheklovlar joriy etilayotgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Mazkur masalaga aniqlik kiritish maqsadida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining mas'ul vakillari tezkor ravishda Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi bilan vaziyatga oydinlik kiritdi. Afg'onistonlik rasmiylar ushbu xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini, mamlakat hududida o'zbek tilining ishlatilishiga nisbatan hech qanday cheklov yo'qligini qat'iy ta'kidlab, Afg'oniston hukumatı va xalqi birodar o'zbek xalqi hamda tiliga chuqur hurmat bilan munosabatda ekanini alohida qayd etgan. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili ma'lum qilishicha, hozirgi vaqtda mamlakat bo'ylab oliy ta'lim muassasalari va umumta'lim maktablari peshtoqlaridagi yozuvlarni yagona standart asosida tartibga solish ishlari olib borilmoqda. Mazkur amaliyotga ko'ra ta'lim muassasalari peshtoqlaridagi yozuvlar butun mamlakat bo'ylab 3 tilda, pushtu, dari va ingliz tillarida aks ettiriladi. Shu bilan birga, Samagan universiteti uchun istisno tariqasida yozuvlar pushtu, dari va o'zbek tillarida berilishi belgilangan. Shuningdek, yaxshi qo'shnichilik, o'zaro ishonch va do'stona munosabatlarning yorqin ifodasi sifatida Afg'oniston hukumati tomonidan tarixda ilk bor Jovuzjon davlat universitetida joriy yildan boshlab magistratura bosqichida o'zbek tili va adabiyot fakulteti tashkil etilishi rejalashtirayotgani ma'lum qilindi.